Assalomu alaykum, hurmatli gruppamiz va sanatoriy a'zolari, shu gruppamizni qo'llab turadiganlar. Yoshi katta bo'lgan odamlarda yallig'lanish kasalliklari ko'p bo'ladi. Bu ichki a'zolarda, shu jumladan siydik chiqarish yo'llari erkaklarda, jinsiy a'zolarda, ayollarda ham. Shuning uchun buni tabiiy davolash omillaridan bittasi bu qumga ko'mib davolash deb aytiladi. Uni lotin tilida psixoterapiya deb nomlanadi. Bu davolash muolajasi kecha bugun paydo bo'lmagan. Qadimdan judayam ko'p davlatlarda dori vositalari bo'lmaganda bundan foydalanishgan. Bu tabiiy davolash vositasi hisoblanadi yoki usuli hisoblanadi. Shuning uchun biz mana Nazarbekil sanatoriyasida bu muolajani boshlayapmiz. Buning uchun Surxondaryo viloyatini Qizilcha degan joydan 20 kub maxsus qumdan olib keldik. Mana angarimiz bor edi. Angarimizni tepasi shunaqa ochiq, soat ertalab 8 dan soat 16 gacha quyosh tushadi. Biz atidan shu joyni qidirib topib, tanlab, shu joyda shu muolajani, qum bilan davolash muolajasini qilyapmiz. Bu dam oluvchilar uchun bepul bo'ladi. Muolaja miqdori 15 minut, lekin shifokor ko'rsatmasi bo'yicha bo'ladi. Ayrimlarni to'liq bo'ynigacha ko'mishimiz mumkin. Ayrimlarni o'tirgan holatda olish mumkin. Tepasi bosh tomoni yopiladi va quyosh boshga tushmaydi. Muolajani 15 minut olgandan keyin dush qilamiz bu yerda. Dushga cho'milib, ustidagi qumini yuvorib, keyin fita damlamalar bo'ladi. Fita damlamalar bilan bu yerda kalavat qo'yib qo'yamiz, tapchan. Shu yerda dam olib, yarim soat o'ziga kelgandan keyin xonaga borib, bemalol yotib uxlanadi. Shu muolajamizni boshlayapmiz. Avvalambor mana bu muolaja vaqti cheklangan, iyun oyidan to sentyabr 15-sigacha. Shuning uchun agar kimdir qum bilan davolanish olgan bo'lsa, o'zida sezgan bo'lsa yoki oyoq bo'g'im kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, 15-sentyabrgacha kelishinglarni so'raymiz. Dam oluvchilarga yo'llanmaning ichida bepul bo'ladi. Kunora bir kun erkaklarga, bir kun ayollarga beramiz. Bundan tashqari basseynimizni qilyapmiz. Basseynimiz 1-2 kunda tayyor bo'ladi. Uni ham videosini ko'rsataman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.